Poke bo'lmaydi, yumshoq narsa sinib ketadi. Mana Jamol aka, siz umuman shu quruvchilik sohasida necha yillik tajribangiz bor? 20 yil xudo xohlasa. 20 yillik tajribangiz bor. Asosan ikki qismi fasad yoki ichkari, umumiymi? Umumiy ichkaridan boshlaganmiz, keyin fasadga o'tildik. SBS dekordan olinayotgan mahsulotlarni boshqa mahsulotlarga nisbatan farqini siz ko'proq bilasiz, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib. Ustalarimiz, mijozlarimiz tomonidan aytilayotgan fikrlar u o'ziga xos qiymatga ega. Biz uchun ham, boshqalar uchun ham. Buni afzalliklari nimada? Bizga afzal tarafi ishimiz birinchidan tez bitadi. Yo'llarini kesib chiqarib o'tirmaymiz-gular tayyor keladi. Hammasi razmer beramiz, razmerda qilaveradi. O'shani hisobiga bizni aralab vaqtdan ketkazmaymiz. Ham ishimiz tez bo'ladi. Vaqtdan o'tadi. Vaqtdan ham o'tadi. Sifati yaxshi, pachoq bo'lmaydi, yorilmaydi. Yaxshi tarafi buni bo'yasa ham bo'ladi, ustiga traveta sepsa ham bo'ladi. Tajribadan kelib chiqib, yorilmasligiga, devorli yoruvlarni himoya qilgani uchun ham taklif qila olamiz. Chiroyli chiqarish. Ertalabdan kelsa, bir kechgacha уже tayyor bo'ldi. Ob'yomdan qat'iy nazar. Ob'yomdan qat'iy nazar, уже kutib qolmayapmiz. Ishimiz ham to'xtab qolmayapti. To'mmalar, gips, почти bir xil narsa. Bularga solishtirsa, gips bitonli yoruv beradi, trishina beradi. Bularda yoruv bermaydi. Agar devoringizda yoruv bo'lsa, bular ust himoya qilib qo'yadi, poke bo'lgani uchun. Ustiga qatlamaga bermaydi yoruv. Zaxlarni ham to'sib qoladi. Buni yaxshi bitta taraf bor. Xudo asrasin, endi ana baland joylarga suruv qilsa, tushib ketsa ham insonga zarar bermaydi. Yengillik, uyga og'irlik bermaydi. Og'irlik bermaydi. Endi gipsli koloniyaga 3 kun vaqt ketsa, buni yarim kunni sunubga qilib vaqtdan ham yutiladi, ham qulay, ham tez bo'ladi. Biz ko'p joylarga borganimizda mijozlar poke tavsiya qilsa, poke bo'lmaydi, yumshoq narsa, sinib ketadi, teshilib qoladi deyshadi. Keyin biz mijozlarga obrazesi beramiz, tanishib chiqishadi mana. Bemalol mana pachoq ham bo'lmaydi. Keyin ko'rgandan keyin yoqadi, zakaz beramiz ko'rsatgandan keyin. Fikr o'zgaradi. Fikrlaringiz uchun biz uchun qimmatli, qadrli